Maqsad mezonlari juda ham muhim narsa. O'sha hozir aytganimizdek, orzu bilan maqsadni ajratadigan narsa, farqlatadigan. Maqsadda aniqlik bor. Lekin u aniqlikni biz qayerdan olamiz? Havodan ola olmaymiz, daraxtdan ola olmaymiz. Nima deydi? Gullarning ichidan terib ola olmaymiz. Maqsad qanaqadir aniq formulaga ega bo'lgan narsa. Ya'ni mana o'zimiz aytdik. Maqsadda birinchi bo'lish kerak bo'lgan narsa u aniq bo'lish kerak. Ya'ni yaxshi bo'lsin, nima bo'lsin? Qozonim qaynasinmi, diplomim bo'lsinmi, mashinam bo'lsinmi, insofim bo'lsinmi, ilmim bo'lsinmi, aniq narsa bo'lishi kerak. Duolar qilganimizda bu juda chiroyli narsalar. Duolarda o'zini o'sha aniq so'zlari bor, maqsad qo'yganda o'zini aniq so'zlari bor, niyat bildirganda o'zini aniq so'zlari bor. Juda ko'p uchraydi. Hozirgi kunda mana bolalarimizni ko'ryapmiz, o'zi yosh chegaralari ham o'zgargan. Oldin 10-11 yoshda boshqa ehtiyojlari bo'lsa, hozir ular yana ham yoshargan, boshqa bo'lgan. Biza o'zimizda ham ajratib olishimiz uchun avvalambor bilishimiz kerak ekan, maqsad bu natijaga yo'naltirilgan ko'rsatkich bo'lsa, orzu havas bu umumiy qilib bo'ladi. O'sha qornimizni to'yg'azib, hissiyotimizni uyg'otib, bizani undaydigan narsa. Farzandlarimizga tushuntirayotganda ham shuni aniq so'zlar bilan aytganingizdek tushuntirsa, ularga ham ertangi kunda ishlatib ko'rishiga ham qulay bo'lar. Rahmat, juda ham chiroyli aytdingiz.